Добрый день. Assalomu alaykum. Bugun bizani ma'ruzamiz. Ma'ruzani nomi sog'lom va kasal bolalarni dispanserizatsiyasi. Ma'ruzani rejasida birinchi qadam bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish tushunchasi. Ikkinchisi, bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda umumiy amaliyot shifokorlarining vazifalari. Undan keyin biz ko'rib chiqamiz prenatal parvarish bu nima tushunchasi. Keyingi tibbiy tekshiruv bosqichlari. 5-si bolalarni klinik kuzatish guruhlari. 6-si sog'lom va kasal bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish sxemalari. 7-si sog'lom va kasal bolalarni klinik ko'rikdan o'tkazish misollari. Dispanserizatsiya tushunchasi bu dispanserizatsiya bu kasalliklarni ayrim ajratib olingan aholi kontingenti orasida erta aniqlash va dinamik kuzatuv. Ularni hisobga olish, dispanser kuzatuvini amalga oshirish, kasallarni kompleks davolash, sog'lom turmush tarzini aholiga o'rgatish va reabilitatsiya qaratilgan aktiv metod hisoblanadi. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, dispanserizatsiyani qisqacha bu bolani, sog'lom va kasal bolani dinamik tibbiy kuzatuvi. Asosiy maqsadi dispanserizatsiyada nafaqat sog'lom bolalar, balki kasal bolalar o'rtasida davriy ko'riklari va dinamik kuzatuvni, undan tashqari birlamchi va ikkilamchi kasalliklar profilaktikasi, ularni o'z vaqtida davosi va ularni davolash profilaktika muassasalarida yuborishni o'z ichiga oladi. Dispanserizatsiya vazifalari bolaning sog'lom o'sishi ta'minlash. Ikkinchidan, fiziologik va nerv-psixik rivojlanishini ta'minlash. Uchinchidan, bolalarga kasallanish va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirish. Bu umumiy amaliyot shifokorining vazifalariga kiradi. Dispanserizatsiyani asosiy prinsiplari nimadan iborat? Birinchidan, etabligi, ya'ni oila poliklinikaga masalan bola shikoyat bilan keldi. Shunda biz masalan 1 yosh bolada zotiljam aniqlasak, bu bolani statsionarga biz yuboramiz. Shunda statsionarda davosini olib, vipiskasi bilan bizga qayta oilaviy poliklinikaga qaytib keladi va bu yerda dispanserizatsiya nazoratga tushib, shu diagnoz bilan bu protivretsidiv davo bilan dispanser nazoratda yuradi va oxiri reabilitatsiya uchun mahalliy sanatoriyalarga biz shu bolani yuboramiz. Ikkinchidan, prinsipi individual yondashuv. Chunki har xil bolalar har xil tug'iladi. Chala tug'ilgan bolalar bor, vaqtida tug'ilgan bolalar bor. Bu kasallik bilan, tug'ma poroklar bilan va hokazo. Shuning uchun har bir bolaga dispanserizatsiya nazorat qilganda biza individual yondashimiz shart. Uchinchidan, dispanser ko'rining sistemligi va uzluksizi. Ya'ni bu yerda bola uchotga tushganda uni gruppa dispanser nazorati aniqlagandan keyin biz bir necha top soha mutaxassislar bilan konsultatsiyasini olishimiz shart. Kerakli analizlarni, protivretsidiv davo hammasi uzluksiz va sistemali bo'lishi shart. Shunda biz uni sog'lomlashtirishga erishib, uchotdan yetishamiz vaqtida. 4-dan, surunkali va tug'ma patologiyalarni bolalarni sog'liqni saqlash amalga oshirishda ilmiy asoslangan davo va profilaktik tadbirlarni o'tkazishimiz shart. 5-dan, kasal bolalarga pediatrik yordamini ko'rsatish tadbirlarini ishlash chiqish va standartlashtirish biz olib boramiz.
Oilaviy poliklinika sharoitida bolani sog'liqni belgilovchi dispanseriga etaplarga nima kiradi? Birinchidan, masalan, bola keldi sizlarga, mana oila poliklinikada umumiy amaliyot shifokor, u ham bolalarni, ham kattalarni ko'radi. Mana bola keldi, 3 oylik bola, birinchi o'chirda biza aniqlashimiz kerak, kasalligi bormi, yo'qligi. Ya'ni, birinchi etap kasallikni nozologik formasini va sog'lomlik guruhini aniqlashimiz kerak. Ikkinchidan, tibbiy ko'rik va tor mutaxassislar bilan konsultatsiya sonini biza aniqlashimiz shart. Uchinchidan, laborator va instrumental tekshiruvlar biza aniqlashimiz kerak. To'rtinchidan, profilaktik ishlar va reabilitatsiya chora-tadbirlar. Beshinchidan, dispanserizatsiya effektivlik mezonini baholash va dispanser hisobdan chiqarish. Mana birinchi o'chirda biz ko'rib chiqamiz sog'lom guruhlarni. Chunki mana bola tug'ildi. Tug'ilishdan oldin biza albatta ishlaymiz ginekologlar bilan. Tug'ilishdan oldin biza aniqlashimiz kerak qanaqa ikki qat davriga qanaqa o'tilgan. Shunda biza albatta patronajda ikki qat davri qanaqa o'tganini aytishimiz kerak. Shunda sog'lom guruhlar 5 ta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bu fizik rivojlanish va asosiy funksional normal darajada bo'lgan sog'lom bolalar. Ikkinchi guruh bu ayrim funksional va morfologik siljishlar bo'lgan bolalar. Bular ikkita podgruppaga bo'linadi. Birinchi podgruppa bu qisqa muddatli shifokor kuzatuvida bo'lgan guruh, ya'ni 6 oydan kam bo'lgan bolalar. Masalan, jarrohlik aralashuvdan keyingi rekonvalesent davrida jarohat olganlar, masalan, pnevmoniya kasal bilan va boshqa infeksiya o'tkazgan bolalar, gospitalizatsiya talab qiluvchi o'tkir kasalliklar, surunkali bronxit kasali, masalan, primorbidniy fonni, raxit kasalligi, oqsil energetik yetishmovchilik, mana oldin gipotrofiya derdik, anemiya kasalligi. Mana shu bolalarni biza ikkinchi guruhga o'tkazamiz. Ikkinchi guruh B podgruppasi bu uzoq muddatli shifokor kuzatuvida yuradigan guruh bolalari. Shunda bular 6 oydan ko'proq kuzatuvda yuradigan bolalar. Masalan, ifodalangan miopiyasi bor, prikus anomaliyasi bor, qomatining qo'pol bo'lmagan buzilishlari, yurakda funksional shovqinlar, o'smirlik davrida qalqonsimon bezning kattalashuvi. Mana bilasizlar, o'smirlarning orasida biz aniqlaymiz astigmatizm kasalligi. Bilasizlar, ko'z 18 yoshgacha o'sib boradi. Shuning uchun 18 yoshgacha biza operatsiya qilinmaydi, lekin biza shu astigmatizm kasal bolalar bilan biza uzoq, ya'ni 6 oydan ko'p davomida mana 18 yoshgacha biza kuzatuvda olib borishimiz kerak bu bolalarni. Sog'lomlik guruhlari, ya'ni 3-chi, 4-chi, 5-chi guruhga kiradigan bolalar. 3-chi guruh bu funksional imkoniyatlari saqlangan surunkali kasalliklar kompensatsiya davrida bo'lgan bemorlar. Bu 3-chi guruh. 4-chi guruh funksional imkoniyatlari qisman pasaygan surunkali kasalliklari subkompensatsiya davrida bo'lgan bemorlar. 5-chisi surunkali kasalliklarni dekompensatsiya davrida bo'lgan va statsionar yoki yotoq remissiyada muhtoj bo'lgan bemorlar.
mana 5 ta guruhga biz bo'lamiz. Shunda bu xalqaro klassifikatsiya bo'yicha значит, oilaviy poliklinika mana Sredneziyat regionida biza 3 ta guruhga ham qisman bo'lishimiz mumkin. Ya'ni birinchi guruh sog'lom, mana ko'ryapsizlar. Keyingi ikkinchi guruh amaliy sog'lom, xuddi shunaqa A, B guruhga bo'linadi. Uchinchi guruh mana shu surunkali kasalliklar bilan kuzatuvda yuradigan bemorlar. Undan tashqari chaqaloqlarni sog'lomlik guruhi bo'linadi. Ya'ni birinchi guruh hamma parametr bo'yicha mutlaq sog'lom bolalar. Ikkinchi xavf guruhiga kiradi. Xavf guruhidagi bolalar kelib chiqishi mumkin bo'lgan ma'lum kasalliklarga nisbatan moyillik qiluvchi faktorlar mavjud bemorlar, bolalar kiradi. Ikkinchi A xavf guruhiga bu tug'ilganda kasallikni yaqqol klinik belgilari bilan tug'ilmagan bolalar kiriladi. Xavf guruhlariga xavf omili bog'liq. Masalan, MNS deymiz, markaziy nerv sistema patologiyani chaqiruvchi xavf omili bo'lishi mumkin. Yana xavf guruhi omiliga ichki infeksiya, nutritrop infeksiya deymiz. Masalan, yiringlanish kasalliklari, sepsis kasalligi. Ya'ni xavf guruhga guruh anemiya chaqiruvchi xavf omili bor bolalar kiradi. Ya'ni guruh xavf omili o'sishi, trofik buzilishi bolalar kirishi mumkin. Ya'ni guruh xavf omili ayrim bez kattalashgan или gipotireoz kasalligini bilasizlar, shular xavf guruhlarga kiradi bu bolalar. Guruh sotsial xavf omili, guruh qalqsimon bez patologiya chaqiruvchi xavf omili, guruh radionukleid hududida yashashgan onadan tug'ilgan bolalar, guruh tug'ma rivojlangan a'zolar nuqsonlari, onasidan o'tgan zararlari bor bolalar, guruh chala tug'ilgan bolalar, kech tug'ilgan bolalar, egizaklar. Birinchi qismida biz mana tushunchani aytib o'tdik. Endi sog'lom bolalar dispanserizatsiyada birinchi neonatal davrini ko'rib chiqamiz, ya'ni chaqaloq davri. Toki bola mana roddomdan tug'ildi, 3 kunda hozir chiqarilyapti. Shunda tug'ruqxonadan chiqarilgan keyin birinchi 3 kunlikda uchastka shifokori, ya'ni umumiy shifokori, medsestra bilan, hamshira bilan yangi tug'ilgan chaqaloqni birlamchi patronajdan o'tkazadi. Ya'ni birinchi 3 kunda biz borib uydan ko'rib kelishimiz kerak. Shunda birinchi birlamchi patronajda qanaqa sharoitda bola o'sib kelayotganini, xonani sharoiti, oila sharoiti, onasini holati, bolani tug'ilgan обменный или almashuv kartasini biza ambulator o'sha biza kartaga yopishtirib, ambulator kartasini biza ochamiz. Ikkinchi patronaj bolaning 14-chi, 15, 20-chi kungida biza qilinadi va biza borib ko'rishimiz kerak. Unda maqsadi umumiy amaliyot shifokorini, hamshira borib uyga bolaning sog'lig'ini baholash kerak. Uning uchun qayta va organ va sistemalarni bo'yicha ko'zdan kechirishib, shuni обменный kartaga biza har bir sistem tizimini yozib chiqishimiz kerak. Shunda biza tavsiyalarni beramiz, nazorat qilish uchun bolani, ya'ni yuzaga chiqqan muammolar bo'yicha onaning savollariga javob berib, bular instruksiya beramiz. Masalan, bolani qanaqa ko'krak sutidan ovqatlanish, ko'krak bezini parvarish qilish, bolani rejimda qanaqa yurish, qanaqa vaqtda ovqatlantirish, hozir talab bo'yicha bolani talab bo'yicha ovqatlantiriladi.
Mana bizni ko'rib chiqamiz, bolani dispanser nazorati sxemasi bor. Endi tushunarli bo'lish uchun biza yozuvda beramiz. Shunda biza birinchi o'chirtda, birinchi etapda mana biza aytdik, bola masalan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni mana birinchi 3 kunda, keyin 15-20 kunda, keyin 1 oy to'lganda umumiy amaliyot shifokori 1 oyga to'lganda birinchi marta oilaviy poliklinikada chiqadi. Shunda umumiy amaliyot shifokorida biza aniqlaymiz, qaysi guruhga bu bola kiradi. Masalan, bola chala tug'ilgan bo'lsa, uni vazniga, holatiga qarab, butun sistem tizimlarni ko'rib chiqqanda biza уже birinchi guruhga qo'ymaymiz. Bu bolani biza ikkinchi A guruhga qo'yishimiz mumkin. Shunda tor soha mutaxassislarni qo'yganda albatta jarroh, ortoped ko'rib chiqish kerak. Nevropatolog ko'rikdan o'tish kerak. Shu yerda birinchi o'chirda umumiy amaliyot shifokori bola kelganda birinchi marta antropometriya o'tkazishimiz kerak. Ya'ni buni bo'yni, vaznini, bosh aylanisi, ko'krak aylanisini biza registratsiya qilib ambulatorniy kartaga yozib chiqamiz shu 1 oyda kelganda. Undan tashqari kerak bo'lsa analizlar topshiradi. Shunda umumiy qon, umumiy siydik, najas, albatta показания bo'lsa biza topshirtiramiz. Shunda bolani masalan kamqonligi bo'lsa biza albatta qayta topshirish kerak bo'ladi. Masalan, bir xil bola shikoyat bilan kelishi mumkin. Shikoyat bilan kelishi mumkin. Undan tashqari ikkinchi martada ham xuddi shunaqa biza ko'rikdan o'tkazadi. Shunda mana 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni har oyi, masalan, har 10-chistuvda tug'ilganda, har 10-chistuvda kelib, bu dinamik kuzatuvda yurib, bizni albatta sog'lomlashtirish va antropometriya o'tkazgandan keyin sog'lomlashtirish meropриятияларni olib boramiz. Bu bolani показания bo'yicha bir necha tekshiruv va kasal bo'lsa protivretsidiv davorsini biza sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazamiz. Undan tashqari mana sog'lom bola kelganda biza bolani har bir kelganda nevropatolog kuzatuvi albatta o'tkaziladi. Undan tashqari mana bilasizlar 1 yoshgacha kelgan bolalarni biza vaksinatsiya olib boramiz. Asosiy vaksina прививка vaksinatsiya kalendar bo'yicha 1 yoshgacha eng ko'pi olinadi. Shuning uchun har xil bolalar bo'ladi. Bu bolalarni biz ajratishimiz kerak. Ya'ni masalan bola 2 kilodan kam tug'ildi-da, ya'ni chala tug'ilgan bolani biz uni kasalligi bo'lmagan taqdirda vesini darajasini ozgina ko'tarib, ona xohlamasa vaznisini 3 kiloga yetkazib biz kalendar bo'yicha boshlashimiz mumkin. Bir xilla shunaqa chala bola tug'ilishi mumkinki, 1 yoshgacha vaksina olmasligi ham mumkin. 1 yoshda o'sha 8 kilo kamida nabor qilsa, biz vaksinatsiyani boshlaymiz. Shunda biza pediatr, umumiy amaliyot shifokoridan tashqari bola nevropatolog, albatta uni masalan GIA kasalligini bilasizlar, ya'ni gipoksit ishemik ensefalopatiya почти 70-80% uchilanadi. Ya'ni bu yerda kasallik dispanserizatsiyaga o'tsak, shunda biz gapirib o'tamiz. Mana bemor bolalarni dispanser kuzatuvi uni individual yondashish kerak. Shunda
biza birinchi o'chirda nima qilamiz? Mana etap bo'yicha dispanser nazoratda mana gapirib o'tdik. Birinchi o'chirda biza aniqlaymiz, qaysi guruhga bola kiradi. Ya'ni bola shikoyatdan kelgan bola biza birinchi o'chirda aniqlaymiz, qanaqa guruh bu bola. Masalan, bola o'tkir respirator virus infeksiya bilan shamollab keldi. Shunda bizni qaysi guruhga kiritamiz? Mana tepada o'tdik, bolada mana 5 ta guruhni gapirib o'tdik. Mana birinchi gruppada umumiy sog'lom guruhga biz kirita olmaymiz, chunki bolada burni bitgan, shamollash belgilaridan yo'tali bor, bezovta, ishtahasi yo'q, ya'ni oddiy o'tkir respirator virus infeksiya qo'ysak, biz qaysi guruhga kiritamiz? Ikkinchi A guruhga. Nimaga? Chunki bu bola qisqa muddatli shifokor kuzatuvida yuradi. Mana bilasizlar, o'tkir respirator infeksiya o'tkir davrida mana 10 kunda bola ancha yaxshi bo'lib tuzalib ketishi kerak. Shunda biza kerakli unga dori darmonni yozib, biza uni uy sharoitida davolasak bo'ladi. Agar masalan bola o'tkir bronxit oddiy bilan, lekin masalan 1 yosh bola kelgan bo'lsa, mana shunda bolani infeksiyalari уже bronxlari yallig'lanishga olib keladi. Shuning uchun yoshiga qarab 3 yoshgacha bolalarni biz statsionarga yuboramiz. Shunda statsionarda yuborib kerakli bazis terapiya davosini oladi. Shunda biz qaysi guruhga kiritamiz bu bolani? Bu bolani ikkinchi A guruhga shunda kiritamiz. Mana ko'ryapsizlar, endi kasal bolalarni dispanserizatsiyaga qaytsak, mana ko'ryapsizlar, masalan, bola zotiljam bilan kelib qolsa, shuni ham ikkinchi A guruhga kiramiz. Endi bolalarni orasida bir xil og'ir kasalliklar bo'ladi, surunkali 3-chi guruhga kirgizamiz. Masalan, yurak tug'ma nuqson bilan mana ko'ryapsizlar, sxemada ko'rsatilgan. Mana buni 3-chi guruh deb yozamiz. Shuni birinchi kompensatsiya davri, ya'ni nisbiy kompensatsiya davrida mana sizlar yurak tug'ma nuqsoni kechishini bilasizlar, klinikasini bilasizlar. U ham 3 ta bosimdan iborat. Ya'ni birinchi mana bola tug'ma porok bilan tug'ildi. Shunda kardiolog unga ham pediatr, neonatolog, kardio revmatolog ko'rganda, shu diagnozni qo'yganda bu bolani kuzatuvda yuriladi to bu tug'ma porokni xirurgik orqali yo'q qilguncha va dispanser kuzatuvdan uchetdan yechguncha. Shunda bu bola mutaxassis ko'riklaridan soha revmatolog, kardiolog tomonidan individual reja asosida dispanser nazoratida yuradi. Pediatr umumiy amaliyot shifokor tomonidan 1 yilda 2 martadan kam bo'lmagan holda kuzatuvda yurish kerak. Undan tashqari kardioxirurg maslahati albatta bo'lishi kerak. Shunda qo'shimcha tekshiruv umumiy ko'rishdan tashqari uni antropometriya ham uni obdon hamma sistem tizimidan ko'rishdan tashqari pulsi, arterial davleniyasi, yurak funksional sinamalari, yurak UZD tekshirishi, yurakka ultrazvuk tekshirishi, boshqa sistem tizimlarini UZIsi, EKG albatta uni ko'rsatmasdan bo'yicha gospitalizatsiya o'tkazishimiz shart. Shunda bola statsionar davosini olib, chunki mana bosim bo'yicha yurak tug'ma nuqsonlar birinchi etap nisbiy kompensatsiya davriga tushadi. Shunda bizni sog'lomlashtirish tadbirlarda bolani vaqtida kuzatuvdan kardioxirurg konsultatsiyasini qilgan tadbirlarni o'tkazish kerak.
kardiolog назначение bergan vitaminoterapiya, o'choqli infeksiyani sanatsiya qilish, kardioxirurgni bergan tavsiyalari, dorimon reabilitatsiya protiv retsidiv davolari va hokazo, LFK bu hammasi sog'lomlashtirish tadbirlariga kiradi. Bular uzoq davomida dispanser kuzatuvida yurib, hisobdan kardioxirurg xulosasi asosida chiqariladi. Chunki bu bola boshida nisbiy kompensatsiya davriga tushib, subkompensatsiya va dekompensatsiyaga tushmasligi shart. Shuning uchun biza vaqtida shu bolani dispanser kuzatuv olib borishimiz shart. Mana tug'ma yurak nuqsonlarini kuzatuvda, mana birlamchi adaptatsiyada bola hayotini birinchi oyda uni organizm moslashishga tushadi. Ya'ni mana unga shundoq defekt, masalan, перегородкani orasida defekt bor bo'lsa, uni shikoyatlari nimadan iborat? Bu defektni katta kichikligi iborat. Agar defekti katta bo'lsa, uni shikoyatlari tez paydo bo'lib, og'ir simptomlari bo'lishi mumkin. Ikkinchi faza nisbiy kompensatsiya davriga tushsa, bola bu уже sekin-sekin hansirashi paydo bo'lishi mumkin. Lab atrofida ko'karish emvatganda и albatta terminal fazaga qaytmaslik uchun ham dekompensatsiya davriga unda bolalar vrach kardiologga ko'rinishi shart va kardioxirurgni qarab xirurgik вмешательство qilinadi. Mana keyingi masala, bolani dispanserizatsiyada bronxial astma kasalligi bor. Bu bolalar umumiy amaliyot shifokordan tashqari ular allergolog va nevropatolog, даже psixiatrga kuzatuvda yuradi. Chunki bu bolalarda qo'rquv paydo bo'ladi. Bu bolalar UH og'ir formasi shakliga qarab, mana bu xurujlarni orasida 1-2 oyda kamida bir marta ko'rikdan o'tish kerak. Yengil va og'ir shakllarda 3 oyda bir martadan kam emasligi kerak. Bu bolalar mana shu allergologda uchotda yuradi. Ularda o'zini kundaligi bor. Qanaqa ovqat yeyish kun davomida rejimi bo'yicha, mana bu medikamentoz davoda, ya'ni bu yerda ingalyatsionniy metod bilan, nebulayzer bilan dorini qanaqa priyom qilish, qanaqa dozada, ya'ni bu yerda bilasizlar, O'zbekistonda Toshkent shahrida allergologik sentri bor. Shunda onalarni o'rgatishadi, qanaqa mana shu nebulayzer, ingalyatorlarni ishlatish, bolalarga ko'rsatishadi. Ну, statsionarda ham biz albatta qanaqa ishlatishni dorini biz ko'rsatamiz. Shunda dispanser nazoratga tushganda, statsionar bazis terapiya olganda, shunda VUP pediatr umumiy amaliyot shifokori kuzatuvga keladi bu bolalar. Shunda biza har kvartalda retsidivlari, обострениялар bo'lmasa, bola kelib turishi kerak. Undan tashqari bola allergologda uchotda turib, kerakli laborator instrumental исследованияларni o'tish kerak, tekshiruvlarni, masalan, spirometriya o'tkazamiz bu bolani har kelganda, mana poliklinika sharoitida. Shunda undan tashqari top soha mutaxassislardan lor vrach, ya'ni quloq tomoq doktori ko'rish kerak, chunki bu yerda surunkali achak infeksiya bo'lsa, buni ham yo'q qilishimiz kerak. Stomatolog bilan ko'rigidan 1 yilda 2 martadan kam bo'lmasligi kerak. Allergologlar va boshqa mutaxassislik ko'rsatma ko'ra biz albatta o'tkazamiz. Laborator tekshiruvda biz o'tkazishimiz mumkin umumiy qon, siydik, najas, yaysa gliskaga, показания bo'yicha. Endi
bu bolalar funksional testlardan o'tadi. Shunda pnevmotaximetriya, spirografiya tekshiruvlardan o'tish kerak. Shunda bolani biza funksional belgilarini aniqlaymiz. Zarur bo'lganda quyidagi allergiya diagnostika usullari, masalan, anamnez yig'ilish, oziq-ovqat rejim, menyu dietani tayinlashdan tashqari immunoglobulin E ko'rsatkichini aniqlaymiz. Buni immunologический statusini ko'rsatish uchun mana top soha spetsialistlaridan immunolog ham ko'rishdan o'tish shart. Endi bemor bolalarni dispanser kuzatuvi o'tganda mana sxema bo'yicha davom etamiz. Masalan, bolada revmatizm va yurakning revmatik nuqsoni bor. Shunda bizni xurujdan so'ng kvartal davomida har oyda pediatr va revmatolog tomonidan ko'rikdan o'tkazamiz. Shunda noaktiv davrida bir yilda bir marta EKG va qonni klinik tahlilini bilan o'tkazamiz. Har bir o'tkazilgan respirator infeksiya va anginalar so'ng revmatolog tomonidan 3 hafta davomida kuzatiladi. Bir yilda 2 marta stomatolog va lor ko'rigidan o'tish shart. Undan tashqari, qo'shimcha tekshiriq tashqari, vaqtida umumiy qon siydik, najas, yaysa EKG, FKG, ultratovush tekshiriq, shunda yilda 2 marta o'tkazishimiz kerak. O'tkir angina yoki respirator kasalligini biz profilaktika qilishimiz kerak. Bilasizlar, asosiy revmatik kasalliklarda beta gematolik streptokok, surunkali achak infeksiyada bo'lsa, bola tez qo'zish davriga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu sog'lomlashtirish tadbirlari ichida mana shu surunkali achak infeksiyani lor vrachda kuzatuvda yurish kerak. Undan tashqari, mana bola o'tkir revmatik isitma diagnozi bilan bazis davolashi oldi statsionarda, keyingi qadam bizaga kelib vipiska bilan bizni dispanser nazoratga bu bolani qo'yib tushuntiramiz, necha marta kelishi, sog'lomlashtirish bir necha tadbirlarni o'tkazamiz. Shunda birinchi o'chirda bu bolani sog'lomlashtirish uchun protivoretsidiv va reabilitatsiya usullari bilan tadbirlar olib boramiz. Ya'ni vipiskaga berilgan dori-darmon va fiziolecheniyasini ambulator sharoitda bu bola olib boradi. Undan tashqari umumiy mustahkamlovchi terapiya biz olib boramiz. Surunkali infeksiyalar o'choqlarini sanatsiya qilishimiz shart. Ya'ni uni sog'lomlashtirish uchun davolash fizkulturi sog'lom guruhiga kiritamiz. Oxiri sanator kurort davo albatta bu bolaga kerak. Dispanser nazoratdan o'tish uchun bu bola 5 yil davomida ko'rikda yurib, agar o'sha 5 yil davomida remissiya davridan o'tib retsidivlar bo'lmasa, biza haqqimiz bor bu bolani kuzatuvdan o'chirish. Shunda bolalarni EKGsi, FKGsi, ultratovush tekshirishi, rema probalari hammasi bir necha yil davomida normaga tushishi shart. Mana surunkali gastroenterologik kasalliklarni, gastroduoden kasalliklarni bolalarni dispanser kuzatuvdan o'tkazish. To'g'ri, endi surunkali gastrit kasalligi, gastroduodenit bolalar dispanserizatsiyani o'zini prinsipi bor, ko'proq bu yoshi katta bolalarda uchraydi. Masalan, biz diagnoz qo'ydik, bizaga statsionarga kelganda biza surunkali gastrodonit, Helicobacter asoslangan, qo'zish davrida, endoskopiya davri birinchi, masalan, bu bolalarda va shu bemorlarda o'smir davrida gerb kasalligi bo'ladi, ya'ni reflux ezofagit
bu ham asosiy diagnozga qo'yamiz. Uni qo'shimcha diagnoziga kamqonlik bo'lishi mumkin. Ko'pincha yara kasalliklarda bo'ladi. Surunkali xoletsistit kasallari, o't yo'llar diskineziyasi. Mana shu kasalliklarni biza statsionar davodan keyin bu bola vipiskasi bilan bizaga kelib dispanser kuzatuvida yuradi. Shunda bemorlar ro'yxatdan olingan so'ng 1 yil davomida uchastka umumiy shifokor pediatr bilan kuzatuvda yurib, har 3 oyda, keyingi yili 2 marta kuz va bahorda protivretsidiv davo oladi. Undan tashqari otolaringolog, stomatolog yilida 2 marta, boshqa mutaxassis gastroenterolog ko'rsatma bo'yicha biza esofag gastrodonoskopiya qilishimiz mumkin 1 yilda 1 marta. Oshqozon sekretsiyani tekshiruv usuli bor bilasizlar, 1 marta qilishimiz mumkin yilida. Qon, siydik, najas, gijja tuxum najas tekshiruvsini yaysa-glistga, koprogramma 1 yilda masalan qon bor yo'qligi va boshqa kuzatuvlar ko'rsatma bo'yicha olib borishimiz mumkin. Mana shu bola surunkali gastrit bilan kelgani qaysi guruhga biz kiritamiz? Ya'ni bu bolani 2-guruh 6 oygacha kuzatuvda yuradigan, ya'ni 2A guruhga qo'yamiz. Shunda buni soha mutaxassislaridan keyin analizlarni mana gapirdik, sog'lomlashtirishda biz protivretsidiv davo qilamiz. Masalan, bahorda keldi, kurs lecheniya oldi. Hozir qon orqali helikobakter bor yo'qligini biz aniqlashimiz mumkin. Kislotность baland yo'qligini endoskopiya javobidan bilishimiz mumkin. Endoskopiya orqali biz qanaqa gastrit bunda, erozivniymi, qaysi stadiyada, o'shanga qarab biz antihelikobakter terapiya olib boramiz. Bu bolalar 10 kunda emas, zotiljamga o'xshagan 1 oyda emas, bir necha oyda kuzatuvda yuradi. To endoskopiya 1 yildan qilganda, toza chiqqanda biza uchetdan yechishimiz mumkin. Agar masalan yara kasallik bo'lgan, mana ko'ryapsizlar, bu bola undan ko'p davomida dispanserizatsiyada o'tadi. Ya'ni oshqozon yoki 12 barmoq ichak yara kasalligi bo'lgan bemorlar nazoratga olingandan so'ng 1-yil davomida uchastka pediatrlari har 3 oyda, keyingi yilda 2 marta kuz va bahorda, otolaringolog va stomatolog yiliga 2 marta boshqa mutaxassis ko'rsatma bo'yicha kuzatiladi. Tekshiruv usullari o'sha endoskopiya 1 marta yiliga, oshqozon shirasini tekshiruv yilida 1 marta, qon, siydik, najas, gijjaga tekshiruv, koprogramma yilida 1-2 marta bo'lishi mumkin va boshqa tekshiruvlar ko'rsatma bo'yicha. Endi reabilitatsiya davri bu albatta har bitta kasallik bo'yicha mana shu statsionar davo bo'lgandan keyin reabilitatsiya nima uchun kerak? Bu kasalni oxirigacha davosini yetkazish degani. Ya'ni bolalar kasallikning dastlabki bosqichlarida reabilitatsiya tadbirlarini kiritish bu umumiy amaliyot shifokorining vazifalariga kiradi. Shunda kasalliklarning rivojlanish xususiyatlarini, bolaning yoshini, uning turmush sharoitini va tarbiyasining xususiyatlarini hisobga olgan holda reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqishi individual yondashimiz kerak. Ikkinchidan, reabilitatsiya turi bosqichlarida ularning natijalari ustida shifokor nazorati ostidan faoliyatning uzluksizligi, izchilligini va uzluksiz nima degani? Ya'ni, masalan, bola dispanser nazoratga biza tushgandan keyin
to uni uchetdan yechguncha mana shu 5 ta qadam gapirib o'tgan 5-qadamga tushguncha 4 ta qadamni biz uzluksiz olib borishimiz kerak. Ya'ni bolani vaqtida dispanser nazoratga qo'yib, mana shu statsionarda выпискada yozilgan necha kun davomida davolashni, ya'ni medikamentoz reabilitatsiya bor, nomedikamentoz. Birinchi medikamentoz reabilitatsiyadan bitirib, bizni ambulator sharoitda mana fizioterapiya, lechение bor, nomedikamentozga kiradi. Lechебная физкультура, kinezio-gidroterapiya, mana shu fiziolecheniyada spetsifik, masalan, bronx o'pka lecheniyasi bor, unga o'ziga tegishli fiziolecheniya, yurakka o'ziga tegishli, jigarga va hokazo. Shularni biz uzluksiz olib borib, to sog'lomlashtirish bilan remissiya davriga tushirib, bizni necha yil davomida kuzatuvda olib borib, keyin dispanser uchetdan yechishimiz kerak. Reabilitatsiya vositalarining butun arsenali foydalanishi hisobga olgan holda dasturlarni qurishga kompleksni olib borish shart. Reabilitatsiya chora-tadbirlarga qo'llanma terapevtik ovqatlanish, dori-darmonlar, mineral suvlar va o'simliklardan foydalanish, fizioterapevtik muolajalar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Birinchi statsionar bosqichda erta va kech reabilitatsiya amalga oshiriladi. Erta reabilitatsiya ixtisoslangan bo'limda, kech kasalxonalarning reabilitatsiya bo'limida amalga oshiriladi. Ushbu bosqichlarni asosiy maqsadi o'tkir davrda yoki kasallikning kuchayishi davrida davolash natijalarini barqarorlashtirish, parhez terapiya va surunkali omillarni bartaraf etishidir. Ikkinchi, dispanser va poliklinika bosqichiga uzoq muddatli klinik kuzatuv, ya'ni retsidiv qarshi davolash kurslari, mehnat va turmush sharoitini aniqlash, reabilitatsiya samaradorligi har yili baholash nazarda tutiladi. Tashkiliy asos bolalar uyushmalari va poliklinikalarning bo'limlari va reabilitatsiya davolash markazlari hisoblanadi. Shuning uchun mana shu reabilitatsiya dispanser nazorati juda muhim tadbirga kiriladi. Ya'ni bolani qancha darajada oxirigacha yetkazib, oxiri sanator kurort davosini biz olib borishimiz kerak. Masalan, bilasizlar, bronx o'pka kasalliklar ular qanaqa havoni yoqtiradi? Ya'ni tog' bor joyda, suv bor joyda, ya'ni bu yerda bolalar cho'milish, LFK, toza havoda, mana Oqtosh sanatoriyasi bor, mana Krimga borishadi, Yalta, ular havoda ham o'rmon bor, ham suv bor, ham tor rayon. Mana 3 ta klimat bu yerga juda kerak. Ham plus mana bu fiziolecheniya, masalan, ingalyatsiyalar olish, tomoni орашение qilish, surunkali achak infeksiyani bartaraf qilish, bu hammasi masalan bronx o'pka kasallikni mana shu reabilitatsiya va sog'lomlashish tadbirlarga kiradi. Endi reabilitatsiyada masalan yurakni olamiz. Mana yurak qanaqa havoni yoqtiradi? U tog'li rayonda toza havoni, горный воздух deymiz, shu tog'li regionda masalan kislovod sharoitida, Oqtosh sharoitida biz endi Oqtosh sanator tog'li bo'lgani uchun mana yurak kasalliklarda mana yana qayta ko'rib chiqsak, yurak kasalligida mana birlamchi adaptatsiya davrida deymiz. Bu bolani sanator kurort davoda tog'li joyda davleniya bo'lishi mumkin, shuncha pastli joyda, lekin havosi toza,
suv bo'yida cho'milish bilan bolani birlamchi adaptatsiya davrida olib borish, kuzatuvda olib borishimiz shart. Shunda bu yerda davolash fizkultura guruhida qatnashadi to bolani xirurgik davogacha biza mana shu birlamchi adaptatsiya davrida biza kuzatuvda albatta olib borishimiz shart. Mana astmatik bolalarga bir xil aytadi bu kasallik oxirigacha davolasa yo'q bo'ladigan kasallik. Shuning uchun biza invalidность berganda mana bizani birinchi klinikada allergologik sentr bor. Shunda biza bolalarni uchetga qo'yib dispanser nazoratida yurishadi. Shunda masalan bolada bilasizlar tasniflanganda intermittivlovchi, persistivlovchi davri bo'ladi. Mana yengil birinchi davrida bola unaqa kuchli hansirashlari bo'lmaydi. Shunda kechasi bo'ladigan hansirashlari bir oyda bir marta, ikki marta bo'lishi mumkin. Keyin bolani holati kuchayib, shunda bolani hansirashi ko'payadi kechasi. Spirometriya orqali buni funksional belgilari OFB, indeks tifnalarni aniqlaymiz. Shunani уже o'zi normada 95% bo'lsa, bularniki 80 dan pasayadi. Shundan biza mana shu xuruj orasida albatta dispanser nazoratida bularni yurg'izib biza protiv retsidiv davo tadbirlarni o'tkazamiz. Revmatik kasallikda ham bular sanatorniy kurortniy davosi bor, ya'ni bo'g'imlar. Masalan, bizada bir xil sanatoriya bor, bo'g'imlarni davolaydigan spetsifik, masalan, neft, boshqa gryaz bo'yicha vannalar olishadi, massajlar olishadi. Shunda sanator kurortniy davoda davolash gimnastikalar o'tkazib bu kasallikni oxirigacha tuzatib olib boriladi. Shuning uchun juda muhim bularni dispanser nazoratda olib borish. Mana surunkali kasallikda, oshqozon kasalliklarida mana bilasizlar sanator kurortniy davolar bor. Bu yerda mana bizada Chinobodda, albatta bu yerda Yesentukida suvlarni, Borjomida, Gruziyada suvni ichishadi. Masalan, mana Borjomi suvlarini yarim soat oldin, masalan, mana bilasizlar Karlovarskiy suvlar bor. Bu yerda bir necha 25 xil suvlar bor. 4-17 suvlari. Shularni biz yarim soat ichib, 3 mahal sanator kurort davo olib, bu kasallar sog'lomlashish dispanser nazoratida yurishadi. Undan tashqari, masalan, reabilitatsiyada pochka kasalligida bu yerda siydik yo'llari yallig'lanishda, masalan, pielonefrit surunkali kasalliklarda, masalan, bu yerda ham o'zini sanator kurorti davo bor. Mana Железновоз degan joy bor. O'sha yerda bola reabilitatsiya va remissiya davrida kerakli suvlarni ichib, kerakli nomedikamentoz davolarni olib, bular protiretsidiv davo olinadi. Shuning uchun mana bu bolalar mana shu biz aytamiz oxirgi yetkazish kasallikni invalidностьdan chiqarib, uchetdan 5 yildan keyin biza olib yetishimiz kerak. Endi profilaktika ishlariga kelsak, albatta oldini olish osonroq kasallikni keyingi protivretsidiv davo olishdan farqida. Profilaktik ishlari degani homilaning sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni o'ziga oladi. Shunda yangi tug'ilgan chaqaloq bilan ishlash.
uni sharoitini yaratish, qanaqa условияda o'sib kelyapti, bu onaga rekomendatsiya berish, ovqatlanish bo'yicha, bolani ovqatlanish, qanaqa o'stirish va hokazo. Hayotning birinchi yilida sog'lom bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ya'ni mana 1 yoshgacha bolani har oyi keladi dispanser nazoratga. Eng ko'p vaksinatsiyaga gapirish kerak. Bu yerda har xil bolalar bor, chala tug'ilgan, chala emas, ya'ni defitsit holat bilan tug'ilgan bolalar, kasallik bilan, shularni har bittasi mana shu uchetdan yechguncha 4 ta etapdan biza o'tkazishimiz kerak. Ratsional ovqatlanishni tashkil etish, yosh bolalar va o'smirlarda yetishmovchilik holatlarini oldini olish, keyingi yillarda bolaning profilaktik monitoringi qilish, profilaktik emlashni o'tkazish, bolalarda nospetsifik kasallikdan oldini olish, to'yib ovqatlanmaslik, ya'ni oqsil energiya yetishmovchilik kasallikni, anemiya, raxit kasallik bilan, eksudativ kataral diabetes rivojlanishiga qarshi profilaktik chora-tadbirlarni ko'rish. Shunda biza tibbiy ko'rikning 5-bosqichiga o'tamiz. Shunda biza klinik tekshiruv asosan samaradorligini aniqlash bir necha yilda remissiya davrini ko'rib, biza ro'yxatdan o'chirishimiz mumkin 5-bosqichda. Mana bugungi ma'ruzamizni bolalar va sog'lom kasallikka bag'ishlangan ma'ruzani e'tibor edik. Endi bu yerda bilishinglar kerak, mana gosekzaminda ham, o'skida ham har bir savol masalada dispanser nazoratni qanaqa olib borish va qaysi dispanser guruhiga kirish sizlar etib borishinglar kerak. Shuning uchun bugungi bizani ma'ruzamiz har bir sistem tizim, har bir mavzuga tegishli. Shuning uchun mana hozir siz bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rishda